Xabaringiz bor, Rio 2016 31-yozgi Olimpiada o'yinlarida yurtimiz sharafini munosib himoya qilgan va yurtimizga 13 ta medal taqdim etgan sportchilarimiz davlatimiz tomonidan munosib taqdirlanishdi. Olimpiya shon-shuhrati muzeyida ularga mukofotlar taqdim etildi. Tafsilotlar bilan Nasiba To'xtayeva. Ular kuchli, jasoratli va ular vatanimiz qahramonlaridir. Endi esa barcha mehnatlar samarasini ko'rish fursati yetdi. Bir qator bo'lib ko'zni quvnatib turgan O'zbekiston milliy mahsuloti Malibu avtomobillari o'z egalarini kutmoqda. Chempionlarimizni taqdirlash marosimini esa birgalikda kuzatamiz. Ushbu marosim qahramonlarga yo'llangan tabriklar bilan boshlandi. Har bir O'zbekiston yoshlari bugun sportchi bo'laman degan bir yuksak orzularni o'z oldilariga maqsad qilib olishdi. Bu sizlarni O'zbekiston vatanimiz uchun, ayniqsa mustaqilligimizning 25 yillik to'yiga o'ylaymanki, eng katta sovg'a mana shu bo'ldi. Rio Olimpiadasida munosib ishtirok etgan g'oliblarimiz esa o'z mukofotlarini olish uchun birin-ketin sahnadan joy olishdi. Unga ko'ra vatanimizga bronza medalni taqdim etgan sportchilarimiz 75 ming AQSh dollari, kumush medal egalari esa 100 ming AQSh dollari va oltin medal sohiblari 200 ming AQSh dollar mukofot pul sertifikati hamda Milliy olimpiya qo'mitasi tomonidan Malibu avtomobili bilan taqdirlanishdi. O'z quvonchini barcha bilan ulashish maqsadida mukofot sohiblari ham so'zga chiqdi. O'zbek o'g'lonlari nimaga qodir ekanligini butun dunyo ko'z o'ngida namoyon qildik. Taqdirlash marosimi chempionlar ishtirokidagi fotosessiyaga ulanib ketdi. Biz esa fursatni boy bermay ulardan taassurotlari hamda kelajakdagi rejalari haqida so'rab ko'rdik. Bu oltin medal xalqimizniki, prezidentimizniki va mustaqilligimizning 25 yilligiga bag'ishlayman. Yana Olimpiada o'yinlarida ishtirok etib, ikkinchi oltin medalni ham O'zbekistonga o'zim tomonidan olib kelish. Biz prezidentimizdan, yurtimizdan minnatdormiz. O'ylaymanki, biz aytgan vazifamizni bajardik va O'zbekistonga yorug' yuz bilan qaytib keldik. Mustaqilligimizning 25 yilligi bir tarixiy unaqasi bo'ldi. Oltin medallar ham ko'p bo'ldi, kumush, bronza medallar, shu yorug' yuz bilan keldik. Mana shu xalqimizni, prezidentimizni, o'zimizni hammani mustaqilligimizning 25 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ushbu mukofotlarni sportchilarimizning mashaqqatli mehnatining samarasi deyish mumkin. Biz esa kelajakda ulardan bundan-da katta yutuqlarni kutib qolamiz. Fursatdan foydalanib ijodiy jamoamiz bilan ularning barchasini ushbu mukofotlar bilan tabriklab qolamiz. Nasiba To'xtayeva, Yulduz Usayeva, Shuhrat Fayozov, Ilhom Mahkamov, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun.